ro'zg'ori kamchiligi tugamaydi, to'g'rimi? Hali qarasa xolodilnik kattarish kerak, ro'zg'ori katta bo'lyapti, kir moshina olish kerak, massajni kreslo ota-onaga ham xarid qilish kerak, to'g'rimi? Yoshi o'tib, massaj qilishimiz kerak. O'zimizning vaqtimiz yetmaydi. Bularning hammasiga ro'zg'or tashvishlarini bittada yopish xolismi? Rabaklin texnikasini 8 oydan 24 oygacha foizsiz halol nasiya savdo bilan xarid qiling. Kompaniyamizning 20 yillik munosabati bilan eng asosiy sovg'asi Cobalt avtomashinasi sizni kutyapti. Rabaklin o'zi nima u? Nimaga shu bitta Rabaklinga shuncha narsa qo'yilgan deb o'ylayapsizmi? Albatta, Rabaklin texnikasi Germaniya texnikasi bo'lib, allergiya, astmani oldini oladi. Uyimizda chang havolarni tozalab, uyimizda gilamlarimizni, mexki mebellarimizni turgan joyda yuvib, quritib tozalab beradi. Eng asosiyini aytaymi, aka? Uyimizda tog'ni havosini musaffo qilib, farzandlarimiz uchun eng zo'r havoni uyimizda hosil qilib beradi. Pastda havoladan tezroq ro'yxatdan o'ting. Cobaltli kutib qoldi, aka. Sizni kutamiz.